Seni yoningda ko'proq bo'lgim kelyapti. Yonimga kelib yelkam uzra qo'lini o'tkazib quchdilar. Birgalikda ovqat qildik va tayyor bo'lgach suhbatlashgancha ovqatlandik. Shirin bo'libdi. Nega sekin yeyapsan? Bo'la qol. Yoki ataylab qilyapsanmi? Yo'q, nega? Mana bo'ldim. Endi idishlarni yig'ishtirib yuvib bo'lsam bo'ldi. Shu ishlarni keyin qilsang-chi? Bo'lmaydi. Shundoq tashlab qo'ya olmayman. Senga 5 daqiqa vaqt. Tez bo'lgin. Buncha kam? Gapirmasdan ishingni qil. 5 daqiqangni 1 daqiqasi o'tib bo'ldi. Idishlarni yuvib bo'lgunimcha ham Nurbek akam atrofimda parvona bo'ldilar. Hozir hech qanday tashvishsiz baxtliman. Bu baxtimga ko'z tegmasligini, baxtli lahzalarimiz hech tugamasligini juda xohlardim. Bo'ldi. Toza bo'lib ketdi, yura qol endi. Qo'limni artib bo'lgunimcha ham sabri yetmagan Nurbek akam ko'tarib oldilar-da yotoqxonamizga olib bordilar. Bugungi kun, bugungi kecha hayotimizdagi unutilmas baxtli kunlarimizdan biri bo'ldi. Ikkimiz ham baxt osmonida parvoz qilardik. Nurbek akam hayratini hech yashira olmasdi. Meni turmush qurganim uchun bokiramas deb o'ylagan ekanlar. Shunday o'ylab, shundayligimcha meni sevgan Nurbek akamni hozir juda ham qattiq sevib qolayotgandim. Hayratda va bu holatdan xursand bo'lgan suyukligimga hammasini tushuntirdim. Sen men uchun o'zingni asragan ekansan-da, Gulyuzligim. Sizni sevaman, azizim. Siz tufayli hayotim nurga, baxtga to'ldi. Men ham sevaman. Nurbek akam qattiq quchdilar va birdan qo'yib yuborib, ko'zlarimga sinchkovlik ila qaradi. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Sen qiz hali ham aytmading-a? Sardor bilan nima qilganingni? Hech nima qilmadim. Shunchaki ovqatlandik. Nima? Nimalar deyapsan? Nurbek akam asabiylashib joyidan turib ketdilar. Sen jinni bo'ldingmi? Men senga undan uzoqroq yurgin desam, sen birga ovqatlandik deyapsanmi? Tinchilaning, shunga majbur bo'ldim. Men xato qildim. Endi bu xatoni qayta takrorlamayman. Nurbek akamni yoniga borib, yuzlaridan ushlab o'zimga qaratdim. Tinchlanishi uchun yuzlaridan o'pib quchib oldim. Bo'ldi, men xato qildim deyapman. O'sha kuni nima bo'lsa hammasini boricha aytdim. It, iflos. Unga ko'rsatib qo'yaman. Senga nega bosim o'tkazadi-a? Bo'ldi. Hammasi o'tib ketdi. Men sizni yoningizdaman hozir mana. Bir kunda xotiningiz ham bo'ldim va biz bir butun ham bo'lib bo'ldik. Shunday ekan, u kunlarni unutaylik. Sardor bu ishlarni ataylab qilgan. Buni endi anglab yetyapman. Unga umuman yaqinlashmayman. Yaqin yo'lashiga ham yo'l qo'ymayman. Yaqin yo'lab ham ko'rsinchi, o'ldiraman uni. Nurbek aka, bu xayollarni miyangizdan chiqarib tashlang. Sardorni gaplashmaylik. Keling, undan ko'ra uxlay qolaylik, charchadim. Bergan azoblarim uchun meni kechir, Shodiya. Shokir yana qayta Shodiyani qo'llaridan tutdi. Bu safar qattiq ushladi. Shodiya ham qarshilik qilmadi. Qo'lini tortib olmadi. Sizni yomon ko'raman. Siz bilmaysiz, shu kungacha qancha azoblanganimni. Oddiy kechirim bilan bu og'riqlar bitib qolmaydi. O'zi ota-ona mehrisiz katta bo'lganim kamlik qilgandek, sevgan insonim ham meni aldab, yarim yo'lda tashlab ketdi. Bu narsalarni unutish, kechirish oson emas bilsangiz. Shodiya qo'lini tortib olib, joyidan turdi-yu, Shokirdan uzoqroqqa borib o'tirdi. Hozir siz men bilan bo'lgani kelgansiz. Boshqa bir qiz bo'lganda osonlikcha tunni birga o'tkazib, ertalab hech nima bo'lmagandek u qizni haqqini berib ketardingiz. Mendan uzr so'raysiz-u, ammo hali ham o'zgarmabsiz. O'sha nomardligingizcha qolibsiz. Hali ham afsus. Shodiya, men xato qildim deyapman. Uzr so'radim sendan. Nomard deyishdan oldin bu yerga nega, nima uchun kelganimni bilishni xohlamaysanmi? Xohlamayman bilishni. Bu yerga kelganingizni sababi ko'rinib turibdi. Albatta, ko'ngil xushlik uchun kelgansiz. Shokir Shodiyani asabiy qizarib ketayotganini ko'rib,
birdan kulib yubordi. O'zingni bir ko'rsang edi, Shodiya. Rashkdan yuzing qizardi. Hali ham meni sevar ekansan. Shokir kula-kula birdan jiddiy bo'ldi-da, o'zidan qochgan Shodiyani yoniga borib o'tirdi. Kelmang yonimga. Sizni sevmayman. Aksincha nafratlanaman. Hech qanday rashk ham qilmadim. Bo'ldi, tinchilan. Bilib bo'ldim nima demoqchiligingni. Nima debman? Sevmayman deyapman. Mayli, ishondim. Lekin men seni hali ham sevaman. Bir savolimga javob berchi. O'zing bu yerda nima qilyapsan? O'zim bu yerda nima qilyapman? Nima qilyapman bu yerda? Nima? Bilsangiz bu yerlarga kelib qolishimga siz sababchisiz. Siz meni aldab tashlab ketmaganingizda bunday joylarda o'tirmasdim. Qizimni yonida bo'lardim. Baxtli oilam yonida bo'lardim. Meni aldamay, baxt berganingizda sizdan nafratlanaman. Nafratlanaman. Shodiya yig'lagancha Shokirga qarab baqirdi. Shokir esa Shodiyani o'ziga tortib, mahkam bag'riga bosdi. Bo'ldi, tinchilan. Kechir hammasi uchun. Kechir. Seni qizimizni bundan bu yog'iga baxtli hayot kutmoqda. Agar meni kechira olsang... Qizim qayerda? Shodiya Shokirni ko'zlariga umid bilan qaradi. Xohlasang yoniga olib boraman. Qanaqasiga? Hozir u qayerda? Meni bu yerdan olib keta olasizmi? Qanday ketishni bilmayotgan edim. Shodiya bu yerdan xabarni eshitib, quvonib ketganidan savollarni qalashtirib tashladi. Ha, olib keta olaman. Men ichki ishlarda ishlayapman. Hujjatim ham yonimda. Bu yerni butunlay yopib tashlash uchun kelgandim. Oddiy mijoz sifatida. Qizimiz Shahrizoda uyimda. Ya'ni uyimizda. 3 yildan beri seni meni uyimga tashlab ketganingdan beri men bilan yashayapti. Albatta bunga ko'p qarshiliklar bo'ldi. Keyin oxiri baribir ota-onam nabirasini qabul qildi. Men uylandim. Ammo men uylangan qizni sevgani bor ekan. Xotinim menga o'sha sevgani bilan xiyonat qildi. U bilan ajrashdim. Keyin anglab yetdim. Seni aldab azoblaganim uchun menga xiyonatkor ayol duch keldi. Buni anglab yetib, seni ko'p izladim. Taqdirni qaraki, hozir seni shu yerda uchratdim. Shokir Shodiyani sochlarini siladi. Men bilan ketasanmi? Ha, faqat qizim uchun. Shodiya, hammasini unutish osonmas. Xo'p, unda senga bosim o'tkazmayman. Hozir esa men aytganlarimni qilasan va bu yerdan ketamiz. Shodiya xo'p deya bosh silkidi. Keling, uxlay qolaylik, deya Nurbek akamni qo'lidan tutdim. Birgalikda joyimizga borib yotdik. Ularni bag'rida uyqu ham tezgina keldi. Xotirjam va baxtliman. Uxladingmi? Ha. Uxlagan odam gapiradimi, jinnivoyim? Sizga hatto uxlagan paytim ham javob beraman. Bahora, men yana bir narsani bilmoqchiman. Nega mendan o'zingni olib qochding? Bokira ekansan. Hozir o'ylasam ham hech bir narsa xayolimga kelmadi. Bu gaplarni aytish vaqti keldi. Men o'zimni falokat keltiradigan deb o'ylab, o'zimni Nurbek akamdan uzoq tutardim. Mana hozir ularni yonidaman. Biz oila qurdik. Hech bir falokat yuz bermadi. Yuz bermasin ham. Allohdan tun u kun so'rayman, bizni ayirmasligini. Va yana shu narsani bildimki, meni sevgan insonlarni boshiga bunday tushgan falokat bu ularning taqdirida bor ekan. Rostdan uxlab qoldingmi? Yoki bu savolga javob bermaslik uchun o'zingni uxlaganlikka solyapsanmi? Yo'q, uxlamadim. Sizdan o'zimni olib qochishimni sababi men o'zimni falokat keltiradigan deb o'ylardim. Bugungi kungacha. Ammo bugun shuni angladimki, unaqa emas ekan. Allohga shukr. Qanaqasiga bunday deb o'ylaganding? Meni sevgan insonlarning boshiga bir falokat tushardi doim. Birinchi turmushimda Azamat aka ham menga uylanib 3 kun o'tib vafot etdilar. Kim sovchi qo'yib meni yoqtirsa, boshiga falokat kelaverdi.
Siz ham meni yoqtirib sevib qoldingiz va sizni ham boshingizga falokat tushdi. Bir emas, ikki bora. Birinchisi, bezorilar pichoqlab kasalxonaga tushganingiz va men Yasmina siz bilan bo'lgan falokat. O'sha falokatdan keyin men ketib qoldim tog'ga buvimnikiga. Chunki sizga men sababli hech bir ziyon yetishini xohlamadim. Aslida esa bularni hammasi men sabab emas ekan. Har kimni taqdirida nima bo'lsa shuni yashar ekan. Nima? Hali shu sabab meni tashlab ketdingmi? Bunaqa bo'lmag'ur narsalarga ishonasan deb o'ylamagan edim. Nima qilishim kerak edi? Ishonaman-da. Axir men sizni o'yladim. Men sababsiz ziyon ko'rishingizni xohlamadim. O'zimning mehribon, jonkuyar xotinjonim, endi bunaqa narsalarga ishonib, meni tashlab ketmagin. Seni bir marta yo'qotdim. Endi umuman yo'qotishni xohlamayman. Men ham endi ishonmayapman. Butun umr yoningizdaman. Nurbek akamni quchgancha uxlab qolibman. Ertalab ertaroq turdim-da, u yoq bu yoqni yig'ishtirdim. Uyga ertaroq bormasam bo'lmasdi. Oyimlarga hech yolg'on gapirmagandim. Ular turmush qurganimni yaxshi qabul qilishsin-da, nima bo'lsa ham. Nurbek aka, turing ertaroq ketaylik. Nurbek aka, 5 daqiqa uxlay. Azizim, turing, uyga ertaroq bormoqchiman. Nurbek akamni qancha harakat qilsam ham uyg'ota olmadim. 5 daqiqa deya uxlayverdi xotirjam. Telefonim ovozsiz ekan. Oyim telefon qilibdi. Ko'rmay qolibman. Qayta telefon qilmoqchi edim, o'zlari yana telefon qildilar. Bahor. Voy jiming oyimlar. Nurbek akamga jim dedim-da, oyimga javob berdim. Salom berib hol-ahvol so'radim. Qizim, uyga ertaroq kelgin. Bugun senga sovchilar keladi. Nima? Qanaqa sovchi oyi? Buvingning qo'shnisi bor ekan-u, tog'dagi. Sarvarjon, o'sha yigitning onasi. Seni o'g'liga so'rab kelar ekan. Ertaroq kelgin, choy olib kirishing kerak. Yana shuncha joydan kelyapti. Yaxshilab kutib olishimiz ham kerak-da, qizim. Shokir u joyni butunlay yoptirib tashladi va Shodiyani u yerdan olib, Shodiya qarshilik qilsa ham uyiga olib bordi. Qizimni uyingizda emas, boshqa joyda ko'rsam yaxshi bo'lardi. Yana ahvolimni qarang, usti-boshim, deya Shodiya Shokir bilan uyga kirishga ikkilandi. Usti-boshing yaxshi-ku, biroz chang bo'libdi. O'zing kiyim olib berishimni xohlamading. Endi kirasan shu kiyiming bilan. Qizim meni ko'rsa, ona deya qabul qilarmikin? U hali kichkina va ona kerak unga. Yana qizim deyishni bas qil. U mening ham qizim. Adashdingiz. U faqat meniki. Uni olib ketaman. Olib ketaman bu yerdan. Sen qiz esingni yedingmi? Hech qayerga olib ketmaysan. U mening ham qizim. Qizim otasini uyida. Men bilan qoladi. Onasi ham. Shokir shu gapni aytdi-yu, kaliti bilan eshikni ochdi. Shodiya gapirmoqchi edi. Gapi og'zida qoldi. Indamadi. Nima deyishni bilolmadi. Hozir tortishni xohlamadi. Qizini ko'rsa, bag'riga bosib to'yib hidlasa. Shokir bilan Shodiya uyga kirgan payt qizlari Shahrizoda hali uxlayotgan ekan. Shokir oilada ikkita farzand. Opasi va u. Opasi turmushga chiqqan. Ota-onasi, u qizi yashardi. Shokir onasiga Shodiyani tanishtirdi. Bu qizimning onasi. Sizning keliningiz oyi. Shokirning oyisi boshida Shodiyaga yovqarash qilib, uni yoqtirmagandek bo'ldi-yu, keyin indamay qo'ya qoldi. Axir nabirasi ona mehriga zor. Unga onasi kerak. Shokir onasiga Shodiyani shuncha yildan beri sarson bo'lganini tushuntirdi. O'zi tufayli qiynalganini aytib, Shodiyaga uylanaman dedi. Onasi boshqa qarshilik qilishni xohlamadi. O'g'lini baxtini o'ylab, Shodiyani kelin sifatida qabul qildi. Nega onangizga uylanaman deya aytdingiz? Dedi Shodiya boshqa xonaga chiqishgach. Ha, uylanmoqchiman. Endi sen va qizimni hech qachon qo'yib yubormayman. Mendan bir og'iz so'radingizmi? Menga turmushga chiqasanmi deya. Men xohlamasamchi? Xo'p, menga turmushga chiqasanmi? Shokir jiddiy nigohlari ila qaradi.
Yo'q, hozir menga qizim kerak. Boshqa hech nimani o'ylamayapman. Xohlamayman. Qizimni olib ketaman. Olib ketaman bu yerdan. Shodiya, qizimizni olib ketding ham deylik. Qayerga borasan? Boradigan joying bormi? Topaman. Ungacha qizim sarson bo'lib yuradimi? Otasini shunday hayhotda uyi turganda. Gap tamom. Hech qayerga ketmaysan. Tushundingmi? Siz meni erim emassiz hali. Shunchaki qizimni otasisiz. Menga buyruq bermang. Ha, qizimizning otasiman. Demak, qizim meni uyimda yashaydi. Sen ham yashaysan. Mayli, uylanmayman. Senga hatto yaqinlashmayman ham. Lekin shu yerda yashaysizlar. Oyimning sovchi kelyapti degan xabaridan biroz nima deyishni bilmay, xo'p deya telefonni o'chirdim. Qaynonam nima deyapti? Nega turib qolding? Kuyovimga salom ayt dedimi? Nurbek akam uyqusirab yotgan joyida kulib qo'ydilar. Hozir hazilni vaqti emas. Oyim boshqa gap aytdilar. Nima dedi? Menga sovchi kelayotgan ekan. Sovchilarni kutib olishimiz kerak. Ertaroq uyga kelgan, ularga choy olib kirasan dedi. Sen nimalar deyapsan? Qanaqa sovchi yana? Nurbekni uyqusi ham ochilib ketdi-da, joydan turib Bahoriga savol nazari ila qaradi. Oddiy sovchi. Tog'dagi buvimni qo'shnisi sovchi bo'lib kelayotgan ekan. Keta qolaylik, oyimning jahli chiqmasin. Sen hozir o'sha sovchilarga choy olib kirish uchun shoshilyapsanmi? Nurbek akam gapira turib kiyimlarini tez kiydi-da, qoshlarini chimirib qaradi. Yo'q, albatta. Oyimni jahli chiqmasliklari uchun ertaroq bormoqchiman. Nima qil deysiz? Ikki o't orasida qolyapman. Oyimga men turmushga chiqdim deb ayta olmasam. O'sha sovchilardan oldin men boraman uyingga. Bo'l, tez tayyorlan, ketamiz. Choy olib kirarmish. Hech kimga choy olib kirmaysan. Faqat menga, eringga choy olib kirishing mumkin. Siz hozir jiddiy aytdingizmi? Rostdan bormoqchimisiz uyimga? Ha, boraman. Vaqtimiz yo'q, bo'la qol. Shodiya Shokirni shu yerda yashaysizlar deganiga indamadi. Hozir u faqatgina qizini diydorini ko'rish uchun uni xonasini nigohlari bilan izlay boshladi. Qizim qaysi xonada? Men bilan yur. Shodiya Shokirni ortidan so'zsiz ergashdi. Birga kichikroq, ammo chiroyli bezatilgan xonaga bordi. Shodiya ichkariga kirar ekan, ko'zlaridan yoshlar dumalay boshladi. Mittigina, farishtalarday uxlab yotgan qizi Shahrizodani ko'rdi-yu, yana ham ko'z yoshlari yuzini yuvdi. Sekin qizini yoniga borib o'tirdi. Chetroqda Shokir ona va qizni jimgina kuzatardi. Qizaloqim, mitti farishtam, seni tashlab ketganim uchun kechir meni. Shunga majbur edim. Bir lahza ham seni unutmadim. Juda ham sog'indim. Shodiya qizini sochlaridan sekingina siladi. Qizi ham onasi kelganini sezgandek shirin uyqusidan ko'zlarini ochdi. Shodiya bir qiziga, bir Shokirga qaradi. Qizi esa hayron atrofga qaradi va u ham bir Shodiyaga, bir dadasiga qarardi. Mitti malikam, uyg'ondingmi? Shokir qizini yoniga borib o'tirdi. Dada? Jonim qizim, kel o'zimga. Shokir qizini sekin ko'tarib oldi-da, tizzasiga o'tirg'izdi. Dada? Endi yaxshi gapira boshlagan qizcha tinmay dada der, Shodiyaga hayron qarab qo'yardi. Qizim, bir kuni senga onangni olib kelaman degandim. Esingdami? Qizcha ha deganday bosh silkidi. O'sha va'damni bajardim. Onangni olib keldim. Bu ayol sening oying qizim. Onang seni juda sog'ingan. Uni bir achomlab qo'ygin. Axir seni ham sog'ingansan-ku, shundaymi? Oyi? Ha, oying bora qol. Shokir qizini Shodiyaga berdi. Shodiya ham ozroq begonasirab turgan qizchasini bag'riga bosdi. Ha, boramiz. Vaqtimiz yo'q, bo'la qol. Xo'p, lekin qo'rqyapman. Qo'rqma. Hozir shunday qo'rqib o'tirsak, o'sha sovchilaring bizdan oldin boradi. Shuni xohlayapsanmi? Yo'q, albatta. Unda bo'la qol, xotinjon. Seni qo'lingni so'rab borishim kerak. Nurbek akam kulib qo'ydilar. Men ham tezgina kiyimlarimni kiydim-da,
sochlarimni yig'ib oldim. Yo'lda ketarkanmiz Nurbek akam menga qarab kulib qo'yardi. Nega kulyapsiz? Xotinimga sovchilikka boryapman. Negadir kulgim kelyapti. Kulmang, jiddiy bo'ling. Oyim va dadamdan meni olishingiz osonmas. Keyin akalarim bor. Seni olib o'zimniki qilib bo'ldimi, Bahorim? Endi ular nima ham deyishardi? Rozi bo'lishdan boshqa iloji yo'q. Siz hozir uchrashgani borganingizda oila qurganimizni aytmang yana. Keyinroq aytamiz albatta. Endi gapirmoqchi edim, telefonim jiringladi. Qarasam Sardor. Raqamini saqlagan edim, lekin eslab qolgan ekanman. Darrov qizilni bosdim. Kim ekan? Ha, bilmadim, adashib tushgan shekilli. Qayerdan bila qolding adashganini? Nurbek aka, adashganda bilmasam, derkanman, yana jiringladi telefonim. Men qaragunimcha telefonim Nurbek akamni qo'lida. Bu Sardorni raqami emasmi? Qoshlari chimirildi. Bilmayman. Yo'lingizga qarang, telefonimni esa qaytaring. Yo'q, bu Sardor. Nega u senga qo'ng'iroq qiladi, it? Shoshmay tur, deya telefonga javob berdi-da, mashinani chetroqqa to'xtatdi. Nurbek aka, jim. Sen nega xotinimga qo'ng'iroq qilyapsan, it? Iya, o'zlari-ku. Xotinim deysanmi? Ha, xotinim. Nega qo'ng'iroq qilyapsan dedim. O'sha xotining degan qizingni sog'indim. Bugun uchrashmoqchiman. Sen iflos ataylab asabimga tegyapsanmi? Deya Nurbek akam mashinadan tushdi-da, men esa ulardan ko'z uzmasdan qarab turardim. Nega meni atrofimda, men yoqtirgan insonlarni atrofida o'rlashaverasan? Maqsading nima seni, a? Maqsadim Bahorani o'zimniki qilish. Sendan tortib olaman uni. Hali meni bilmabsan. Hali hech vaqosiz qolasan xarob bo'lib. Hozircha xursand bo'lib turgin, deya kulgancha Sardor telefonni o'chirdi. Hozir jahldan nima qilishingni bilmayapsan. Telefonimni butunlay o'chira qolay, deya Sardor telefonini o'chirib tashladi. It, iflos. Meni Bahoramni o'ziniki qilarmish. Xom xayollar bilan har narsani orzu qilaver. Hech qachon bu orzularing amalga oshmaydi. Nurbek qayta mashinaga o'tirdi va mashinani sekin yurg'izdi. Nima bo'ldi? Nima dedi? Hech nima. Telefoning menda turadi. Senga boshqa sim karta, boshqa telefon olib beraman. Xo'p, tinchlikmi o'zi? Nurbek akamni jahldan qizargan yuz ko'zlariga qaradim. Ha, tinchlik gul-yuzligim. Hech nima bo'lmadi. Bo'lmaydi ham, xavotir olma, deya bir qo'li bilan mashina boshqarar ekan, bir qo'li bilan qo'limdan tutdi. Uyimizga yetmay mashinadan tushdim. Siz 10 daqiqalar o'tib boring, xo'p? Hayajon bosyapti meni. Dadam bilan uchrashganda nima deyishingizni bilasiz-a? Esingizdan chiqmasin, oila qurganimizni keyin aytishimiz. Bilaman, Bahorim, xotirjam bo'l. Sen tez uyga kirgin-da, eringga choy damlab turgin, jonim. Xo'p bo'ladi, azizim. Jilmaygancha uyimiz tomon keta boshladim. Nima bo'lsa ham dadamlar rozi bo'lsin-da. Ulardan so'roqsiz umr yo'llarimni suyukli insonim bilan ilohiy rishta ila bog'ladim. Endi oyim va dadam qarshilik qilmasin deya xavotirda edim. Uyga hech nima bo'lmagandek kirib bordim. Oyim uyga kirishim bilan atrofimda parvona bo'lib boshladi. Chiroyli kiyimlarimni kiyishimni, pardoz qilib, sochlarimni ham chiroyli qilishimni tinmay aytardi. Oy jonim-ey, u sovchilarga kelmasdan rad javobini aytmadingizmi? Men tegmayman u yigitga. Qizim, buving aytdilar, Sarvarjon juda yaxshi yigit ekan. Kelsin sovchilar, seni ham Sarvar bilan gaplashib ko'rgin, qizim. Agar yoqmasa, seni majburlamayman. Lekin bir uchrashib ko'rasan. Ha, yana haligi falokat degan bema'ni narsalarni miyangdan chiqarib tashlagin. Tushundingmi? Xo'p, oyi. Unda kiyimlarimni alishtiray. Oyim ketgach, usti-boshimni tezgina almashtirdim-da, ozroq pardoz qilishga ham ulgurdim. Tezgina xonamdan chiqib, oshxonaga bordim-da, choy qo'ydim. Hozir Nurbek akam ham kelib qoladilar. Bahoraxon, tinchlikmi? Choy bor ichaman desangiz. Qo'yishingiz shartmas edi.
deya kelinoyi menga hayron qaradi. Ha, kelinoyi, issiq choy ichmoqchiman, shunga qo'ydim, deya jilmayib qo'ydim. Shodiya o'zidan begona sirayotgan qizini uzoq vaqt bag'riga bosib o'tirdi. Qizcha ham indamaygina Shodiyani bag'rida o'tirardi va boshini ko'tarib, munchoq ko'zlari bilan Shodiyaga qaradi. "Oyi, jonim qizim. Oyi?" Qizcha faqatgina oyi deya Shodiyani mitti qo'lchalari bilan quchdi. Ona va qiz bir-birini achum-achum qilib bo'lgan bo'lsa, endi nima qilamiz qizim? Yuz-qo'llarimizni yuvib, nonushta qilamiz. Shokir qiziga va Shodiyaga mehr ila qaradi. Qo'ynim ochdi. Mittiginamni qorni ochibdi-da. Hozir ovqatlanamiz. Avval yuz-qo'lingni yuvaylik. Shodiya qizini joyidan turdi-da, ko'tarib olib vannani izlay boshladi. Yuringlar, deya Shokir vanna tomon ketdi. Shodiya ham izidan borib, qizini yuzini ohista, sekin yuvib qo'ydi. Shahrizoda bir dadasiga, bir oyisiga qarab, qiqir-qiqir kulgancha suvni o'ynay boshladi. Bo'ldi qizim, yur yuz-qo'llaringni artaylik. Suv o'ynamaymiz, yura qol. Dada, suv o'ynayman. Qizim, shamollab qolasan, deya bu safar Shokir qizini ko'tarib olib vannadan chiqdi-da, sochiq olib qizini yuz-qo'llarini artdi. Dada. Ha qizim. Bugun bog'chaga bormay dada. Oyim bilan qolay. Mayli qizim, onang ham seni sog'ingan. Bugun birga bo'linglar. Shokir hali ham ko'zi yoshga to'la Shodiyaga qaradi. Ha, bugun qola qolsin, dedi Shodiya qizini bag'riga bosib. Bir soatdan ko'p vaqt o'tdi. Nurbek akam nega kelmadilar ekan? Ikki ko'zim darvozada. Hovlida ishim yo'q bo'lsa ham, darvozaga qarash uchun hovlida aylanib yurardim. Telefonimni ham olib qo'ydilar. Uydagilarni telefonidan telefon qilsammikin? O'ylab kelinoyimni telefonini oldim-da, Nurbek akamga telefon qildim. O'chirilgan dedi. Qayta qilaverdim, o'chiq. O'zimni raqamimga telefon qildim. U ham o'chgan. Nimalar bo'lyapti-ya? Boshqa ishlar chiqib qoldimikin? Nega telefoni o'chiq? Miyamda har xil savollar. Yana ko'nglim xijil. Xavotir ila boshladim. Qizim, nima bo'ldi? Ranging oqarib ketibdi. Hech nima oyi. Voy ana, eshik qo'ng'irog'i jiringladi. Sovchilar keldi shekilli. Meni kutib olay. Sen ham qovoqlaringni uymasdan kulib turgin qizim. Oyim ketgach, ortidan umid ila qarab qoldim. Nurbek akam kelgan bo'lsin-da. Ozroq vaqt o'tib, ayollarning ovozi eshitila boshladi. Yo'q, Nurbek akam emas. Ular nega kelmadi? Nega?